Konor Makgregor allaqachon Max Hollowayga ijtimoiy tarmoqlarda psixologik bosimni boshladi. 11-iyul Max qaytyapti. Men seni yana o'zimning o'g'lim qilib qo'yaman bolakay. Ko'rishamiz. Men seni yana kulguga qoldiraman o'g'lim. Sen mening la'nat ismimga hurmat bilan qaraysan. Ey katta o'g'iz, sen ham mening ismimga biroz hurmat ko'rsat. Jangda hammasini hal qilib olamiz. Ular 2013-yilda birinchi bor to'qnash kelgan va Konor hakamlar qarori bilan g'alaba qozongan. 5 yillik tanaffusdan keyin qaytayotgan Konor UFC 329 da Max Hollowayni yutish imkoniyati juda past deb baholanmoqda. Asosiy jang rasman e'lon qilinganidan ko'p o'tmay, bukmekerlar ham jang uchun dastlabki koeffitsiyentlarni e'lon qildi. Hozirda bukmekerlar Max Hollowayni favorit deb ko'rmoqda. Uning g'alaba ehtimoli 80%, Konor Makgregorniki esa 23% deb baholandi. Dustin Poirierning fikricha, Konor Makgregorni hali hisobdan chiqarish kerak emas. Uning aytishicha, uzoq tanaffus va jarohatlarga qaramay, Konorning eng xavfli quroli kuchli zarbasi saqlanib qolgan. Shuningdek, jang yarim o'rta vaznda bo'lishi ham Konorga foyda berishi mumkin. Shu sababli Poirier koeffitsiyentlar hali o'zgarishi mumkinligini aytdi. Demak, biz jangni boshidan oxirigacha tahlil qilamiz. Ketdik. Lekin bu yerda eng qiziq savol paydo bo'lmoqda. Konor ijtimoiy tarmoqlarda avvalgidek gapirmoqda, raqibni bosim ostiga qo'ymoqda va o'ziga bo'lgan ishonchni ko'rsatmoqda. Ammo gaplar boshqa, oktagon esa boshqa. 5 yillik tanaffus bu oddiy tanaffus emas. Ayniqsa qarshingda hozirgi Max Holloway turgan bo'lsa, bu 2013-yildagi yosh Max Holloway emas. Hozirgi Max tajribali urushlardan chiqqan va juda xavfli jangchi. Bundan tashqari ular bundan 13 yil oldin ham bir marta to'qnash kelishgan va o'shanda Konor hakamlar qarori bilan g'alaba qozongandi. Eng qiziq tomoni esa ularning jang uslubi hozirgacha juda o'zgarmagan. Konor hanuzgacha portlovchi zarbalari va tez yakunlash qobiliyatiga tayanadi. Max esa avvalgidek bosim, hajm va cheksiz kardio bilan ishlaydi. Lekin bugun vaziyat avvalgidek emas. Max yillar davomida ancha o'sdi, tajriba yig'di va o'zining eng xavfli versiyasiga aylandi. Konor haqida esa ayrim muxlislar va tahlilchilar boshqa fikrda. Ular Makgregorning eng cho'qqi davri ortda qolgan bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Chunki uzoq tanaffuslar, jarohatlar va vaqt hech kimni ayab o'tirmaydi. Ammo Konorning tarafdorlari ham bitta narsani aytmoqda. Bitta zarba hammasini o'zgartirib yuborishi mumkin. Konorning chap qo'li bir necha soniyalarda tarix yozganini hammamiz bilamiz. Agar u eski formasining hech bo'lmasa bir qismini qaytara olsa, bu jang kutilmagan tomonga burilishi mumkin. Lekin yana bir jihat bor. Bu jang yarim o'rta vaznda bo'lishi mumkinligi ham ko'p narsani o'zgartiradi. Chunki Konor vazn tashlashda qiynalmaydi va oktagonga ancha og'irroq hamda kuchliroq kirishi mumkin. Bu esa uning zarbalariga yanada qo'shimcha xavf qo'shadi. Ammo boshqa tarafdan qaraydigan bo'lsak, Max esa deyarli har doim uzoq janglarda o'zini juda qulay his qilgan. U jang davomida kuchini yo'qotishdan ko'ra aksincha yanada tezlashib boradigan jangchilardan biri. Va tasavvur qiling, agar Konor qaytib kelib Maxni mag'lub qilsa, undan keyin Islom Makhachev bilan jang haqidagi gaplar yanada kuchayib ketadi. Bu esa UFC uchun milliardlab ko'rishlar olib keladigan ulkan jangga aylanishi mumkin. Endi esa eng qiziq savol sizlarga. Konor Makgregor qaytib yana tarix yozadimi yoki Max Holloway uning katta qaytishini to'xtatib qo'yadimi? Fikringizni kommentariyada yozing, videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa keyingi videolarda yana ko'rishamiz.